Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar tog'jon. Alaykum assalom. Qayerdan keldinglar? Bizlar Men Marg'ilon shahridan. Siz tog'jon? men Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan keldim. Raimov Ishmo'mman, pediatrman. 1971-yil Samarqand meditsina instituti pediatriya fakultetiga kirib, 1977-yil bitirib ketdik. Mana 49 yildan o'tgandan keyin kursdoshlar birga mana dam olib choyxonada o'tiribmiz. Hop, buni tashkil qilganlarga rahmat. Hop, hozir ham ishlab turibmiz, xalqimizga xizmat qilib turibmiz. Buni tashkilotchilarga qayta aytsam ham rahmat. Siz tog'jon? Men familiyam Shakirov Hamidulloh. Marg'ilon shahridanman. Men o'sha birga bitirganmiz. Faqat men davolash fakultetini bitirganman. Hozirda men ham ishlab xalqqa xizmatimizni qilib turibmiz. Shifokor bo'lib, vrach nevropatologman. Rahmat, xush kelibsizlar tog'jon. Endi ko'rsating qani?